Ichki ishlar vazirining tegishli buyrug'i talablari asosida bugun 15-mart kuni Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi apparati shaxsiy tarkibi uchun navbatdagi ma'naviyat va manfaat darsi Navro'z do'stlik va birdamlik ramziga ega bo'lgan umumxalq bayrami mavzusida bo'lib o'tdi. Unda Andijon davlat universiteti falsafa kafedrasi katta o'qituvchisi Zokirjon Suyarov tomonidan mavzu yuzasidan atroflicha ma'lumotlar berildi. Shundan so'ng boshqarma rahbariyati tomonidan o'tkazilgan turli sport musobaqalarida faxrli o'rinlarni egallagan xodimlar munosib taqdirlandilar. Xususan Toshkent shahrida futbol bo'yicha o'tkazilgan Ichki ishlar vaziri kubogi musobaqasida Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi jamoasi faxrli 3-o'rinni qo'lga kiritdi. Shu bilan birga jamoa darvozaboni musobaqaning eng yaxshi darvozabon nominatsiyasiga loyiq deb topildi. Kelgusida bu kabi ijobiy natijalar bardavom bo'lishiga hamda mamlakat jahon arenalarida ham bundan-da yuqori pog'onalarni zabt etishiga ishonch bildirildi. Tadbirda shuningdek Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasining tezkor qidiruv xizmatida faoliyat olib borgan Ma'murjon Tojiboyevni nafaqaga kuzatish marosimi ham o'tkazildi. Ma'rifat soati so'ngida shaxsiy tarkib e'tiboriga O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi tomonidan tayyorlangan siyosiy ma'rifat soati ko'rsatuvi namoyish etildi.